Matematika 30talik test tahlili demak, birinchi savolimiz 0, 3, 5, 8 raqamlarining har birini bir martadan ishlatildi degan. Xo'p, hosil bo'lgan 4 xonali son 8000 dan kichik va juft bo'lishi kerak. Shunday shartni qanoatlantiradigan eng katta sonni toping. Xo'p, D bilan C kalit chiqib ketadi. Sababi bu ikkalasi ham 8000 dan katta hisoblanadi demak. Xo'p, o'zi 4 ta bo'sh joyimiz bor. 4 ta raqamimiz bor. 8000 dan kichik bo'lishi kerak degan. Agar bu yerga 8 qo'yadigan bo'lsak, qolganlariga kichigini joylashtirgan taqdirimizda ham bu 8000 dan katta bo'lib qoladi. Shuning uchun 8 qo'ya olmaymiz. Birinchi xonaga 5 qo'yamiz. Eng kattasini so'raganligi uchun. Undan keyingisiga 8, undan keyingisiga 3, undan keyingisiga 0 qo'yamiz demak, shu yerda B kalitimiz to'g'ri bo'ladi. Juft bo'lishi kerak degan uchun oxiriga 0 ni qo'ydik. Keyingi misolimiz hisoblang. 6 ni kvadratini tashqariga olib chiqsak, 6 minus 1 ko'paytirilgan 2 plus 100 qoladi. Hop, 360 plus 100 bu 460 ni beradi. B kalitimiz to'g'ri. X raqamining eng kichik qiymatida son yig'indisi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak edi. 147 uchun tekshirib ko'radigan bo'lsak, 1 plus 4 plus 7 bu 12 ni berganligi uchun 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Umumiy yig'indi 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun ikkinchi sonimiz ham 3 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, 3 plus x plus 2 miz 3 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Bunda x plus 5 imiz 3 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak bo'ladi. Bunda 1, 4 va 7 sonlar qanoatlantiradi. X ning qanday eng kichik qiymatida deganligi uchun eng kichigini olamiz. Bu B kalitiga to'g'ri keladi. Xo'p, demak, ustiga chiziqcha qo'ysa, shuncha xonaliligini bildiradi. Demak, 5A, 6B 4 xonali sonimiz, xo'p, 5368 dan katta va 2 ga bo'linadi. Shunday sonlar nechta? Xo'p, demak, A ni o'rniga 3 qo'yib ko'ramiz. Birinchi holati bo'yicha 5, 3, 6, B deymiz. 2 ga bo'linishi uchun B ni qiymati bu yerda shu sondan katta bo'lishi kerak. Demak, 8 dan katta juft son 10 bo'lishi kerak. 10 raqam hisoblanmaganligi uchun bu yerda B ga birorta qiymat qo'ya olmaymiz. Ikkinchi holati bo'yicha demak. Hop, 5, 4, 6 B holati bo'yicha B ni o'rniga demak 0, 2, 4, 6 va 8 ni qo'ya olamiz. Uchinchi holati bo'yicha 5, 5, 6 B holati. Bunda ham B ni o'rniga 0, 2, 4, 6, 8 ni joylashtiramiz. To'rtinchi holat 5, 5, demak 5, 6 bo'lar ekan. Keyingisi 6B. B ni qiymati demak 0, 2, 4, 6 va 8 ni qabul qiladi. 5-holat 5, 7, 6 B holati. Bunda ham B ni o'rniga 0 dan toki 8 gacha bo'lgan juft sonlarni qo'ya olamiz. 6-holat 5, 8, 6 B. 0, 2, 4, 6, 8 ni qabul qiladi. 7-holat 5, 9, 6 B. B ni qiymatlari 0, 2, 4, 6, 8 bo'ladi. Demak, sanaymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta holatda 5 talik variantimiz bor demak. 6 ni ko'paytiramiz 5 ga, bu 30 ni beradi. C kalitimiz to'g'ri. Hop, qutida 647 ta gugurt donasi solingandan so'ng, hop, undagi jami gugurt donalari soni shunchaga 7 degan dastlab nechta gugurt donasi bo'lgan. Demak, x ga 647 ni qo'shadigan bo'lsak, 1121 hosil bo'lar ekan. Ustun shaklda ayirib olamiz demak. 1121 647. Bitta qarz bersak, bu yerda 4, 7 qarz berilgan edi. Demak, bu yerda 4 qoladi. 470 ga to'g'ri kelar ekan x'imiz. Keyingi misolimiz. Tomorqadan birinchi kuni 138 kilogramm. Birinchi kun demak 138 kilogramm. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 42 kilogramm ko'p.
ko'p desa qo'shib olardik. Demak 138 qo'shilgan 42 desak 180 hosil bo'ladi. 3-kun esa 2-kundagidan 50 kilogramm kam. 180 dan ayiramiz 50 ni. 130 kilogramm hosil bo'ladi. 3 kunda jami qancha terib olingan? 138, 180, 130 ni qo'shamiz. 8, 14, 1 yotdi, demak 4. A kaltimizga to'g'ri kelar ekan. Maktab do'koni har biri 4800 so'mdan 18 ta daftar, hop 3200 so'mdan 24 ta ruchka oldi degan. Sotuvchi 200 ming so'm, sotuvchiga 200 ming so'm pul berildi. Qancha qaytim qaytish kerak? Ko'paytirib olamiz demak. 00 ko'paytirilgan 18 plus 3200 ko'paytirilgan 24. Bu jami xarajat. Umumiy berilgan pul 200 ming so'm tashkil qiladi. Shuni ayirib boramiz demak. 36.800 so'mga to'g'ri keladi. Keyingi misolimiz. Ikki sonning yig'indisi 27.2701 ekan. Hop, sonlardan biri 6 raqam bilan tugaydi. Bu raqam o'chilsa ikkinchi son hosil bo'ladi. Demak, birinchi son, ikkinchi son. Birinchi sonning necha xonaliligini bilmaymiz, lekin bitta raqam o'chirilgandan keyin qo'shilsa ham 4 xonali son hosil bo'lganini va 2 bilan boshlanganini hisobga oladigan bo'lsak, hop, bu yerda 4 xonali son bo'ladi. X, Y, Z va oxirgi raqami 6. Bu 4 xonali son, 6 raqam o'chilsa ikkinchi son hosil bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi 2701 deb berish kerak. Demak, X, Y, Z 6 plus X, Y, Z teng ekan 2701 ga. Hop, X, Y, Z ko'paytirilgan 10 plus 6 plusdan X, Y, Z deb belgilaymiz. Bu 2701 ni beradi. 6 ni ayirsak 11 ko'paytirilgan X, Y, Z imiz teng bo'ladi 1600. Demak 2695 ni berar ekan. 11 ga bo'lib yuboramiz. 245 hosil bo'ladi. Hop, demak ikkinchi son hosil bo'ldi. Demak bu sonlarning ayirmasini so'ragan. 2456 dan 245 ni ayiramiz. 1 1 2 2 hosil bo'lar ekan demak. Bu bekalga to'g'ri keladi. Keyingi misolimiz. Hop, kod bitta harf, keyin ikkita raqamdan tuzilgan. Demak, 3 ta umumiy joyimiz bor. Ularga harfni o'rniga birinchisi harf, keyingi ikkitasi raqam. Harfni o'rniga 4 tasini qo'ya olamiz. A, B, C, D. Raqamlar 2, 4, 6 to'plamidan tanlandi. Bir kod ichida bir xil raqam takrorlanmaydi. Ya'ni raqamlar takrorlanmasligi kerak ekan, harf takrorlansa bo'ladi. 2, 4, 6 va 2, 4 qo'yamiz. Misol uchun bittadan kamayib bordi. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 bu 24 ni beradi. E'tibor beringlar, bu yerda harf takrorlanmasin degan shart yo'q, raqami takrorlanmasin deyilgan. Bekzod quyida yangi amal o'ylab topdi degan. Bunda shu shart bajariladi, u holda shuni qiymatini toping. Birinchi bo'lib qavsni ichini hisoblab olamiz, chunki berilgan sharti bo'yicha qavs ishlatilmagan. Ya'ni, hop, A ni o'rnida 3, B ni o'rnida mana bu qavsni qo'ya olmaymiz. Birinchi bo'lib qavsni ichini topib olishimiz kerak. 4 rishotka 5 imizda qiymat demak 2 kara 4 plus 3 kara 5 ni berar ekan. 8 plus 15 desak 23 hosil bo'ladi. Demak 3 rishotka 23. Bu 2 kara 3 plus 3 kara 23 bo'ladi. Hisoblasak demak 6 plus 39 bo'lib javobimiz 69. Demak 75 ni berar ekan demak. Dekaltimiz to'g'ri. Xo'p, simdan tomoni 18, asosi 6 ga teng bo'lgan teng yo'nalish burchak yasalgan. Yon tomoni 17, asosi 6 ekan. Hosil bo'lgan kvadratning tomoni uzunligini toping. Agar u simni yoyib, undan kvadrat yasalgan bo'lsa. Demak 17 plus 6 imiz teng bo'lar ekan kvadratning perimetri 4a ga.
40imiz teng bo'ladi 4a ga. Bundan aniq qiymatni topsak 10 hosil bo'ladi. Kvadrat tomoni 10 ga teng bo'lar ekan demak. Tenglamani yeching. 6x plus 12 minusdan 5x minus 35imiz teng ekan 28 ga. X'imizning qiymati 28 plus 35 minus 12 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda x'imiz 28 plusdan 23 51 da hosil qilar ekan demak. Keyingi misolimiz. Sondan eng yaqin yuzlikkacha. Yuzlikda eng yaqini demak 6 37648. Buni yuzlar xonasigacha aniqlaydigan bo'lsak 37 600 hosil bo'ladi. Keyingisi 19371 eng yaqin minglikkacha, eng yaqin minglik 9 gacha aniqlab olamiz. Demak 19000 hosil bo'ladi. Yaqinlangan sonlarning ayirmasini toping debdi. 37 600 19000. Ayirib yuboramiz. 600 pastga tushadi. Bu yerda 8, bu yerda 1. 18600. Aziz biror sonni 212 ga ko'paytirmoqchi, lekin 1 ni unutib 22 ga ko'paytirdi. Demak, o'sha sonni 22 ga ko'paytirdi. Natijamiz 46 2 hosil bo'ldi. Demak, x'imizning qiymati bu yerda 21 ga teng bo'ladi. Xo'p, agar natija u 1 ni unutmaganda qanday natija olardi degan 21 ga ko'paytira olamiz. Demak, 2 1 2 4 2 4 52 4 4 8-altimiz to'g'ri demak. Xo'p, bir quti 2 kilogramm 350 gramm keladi. Shu qutiga har biri 125 grammdan bo'lgan 8 ta shokolad solindi. Qutining shokoladlari bilan birgalikdagi massasini toping. Qutining massasiga qo'shamiz 8 ta shokoladning massasini. Plus 1000 hosil bo'ladi. Bu yerda 3350. Demak, 3 kilogrammi 350 gramm hosil bo'ladi. Grafikda ilmiy xonaga turli vaqtda kirgan o'quvchilar soni berilgan. Eng gavjum 2 vaqtdagi o'quvchilar uchun har biridan 2000 so'mdan chipta hisoblansa, jami qancha pul bo'ladi degan. Eng gavjumi ikkita holatga to'g'ri keladi. Bu 18 ta va 25 ta. Hammasining narxi 2000 so'mdan ko'paytiriladi. Demak, bu yerda 43 ko'paytirilgan 2000 bu 86 mingni beradi. Keyingi misolimiz. Sehrli mashinaga bir son kiritildi. Xo'p, mashina avval 5 ga ko'paytirdi, keyin 18 ni qo'shdi, natijani 3 ga bo'ldi, oxirgi natija 26 hosil bo'ldi. Demak, 5x plus 18 teng bo'ladi 3 kara 26. 78 ga 5x'imizning qiymati 60 ga to'g'ri kelsa, x'imiz 12 chiqar ekan demak. Uchta bir xil printer 2 soatda 180 ta varaq chiqaradi. Demak, 3 ta printer 2 soatda v tezlik bilan 180 ta chiqardi. Xo'p, xuddi shunday 5 ta printer 3 soatda v tezlik bilan qancha chiqaradi degan savolni beryapti. Bu yerda v ni qiymatini topadigan bo'lsak, 30 hosil bo'lar ekan. Joyiga borib qo'ysak, so'ralgan ifodamiz 5 kara 90 bo'lib 450 ni beradi. Xo'p, 700 dan 800 gacha sonlar orasida, demak 700 ham 800 ham kiradi. 7 raqam necha marta takrorlanadi? Xo'p, bu yerda 3 xonali son 700 dan katta 800 dan kichkina bo'lishi va 7 raqamni takrorlanishini hisobga oladigan bo'lsak, birinchi sonimiz 7 bo'lishga majbur. Qolgan sonlarda necha bo'lishini ahamiyati yo'q. Bizda bitta 7 takrorlangan hisoblanadi. Birinchi holati bo'yicha faqat birinchi xonasiga e'tibor beramiz, qolgan xonalarga e'tibor bermaymiz. Xo'p, sanasak demak. X ni o'rniga 10 ta raqam qo'ya olamiz, y o'rniga ham 10 ta raqam qo'ya olamiz. 7 ni o'zi tursa, bu yerda 100 ta son hosil bo'ladi.
Aytishingiz mumkin, ustoz bu yerda 777 takrorlanyapti-ku. Mana bu ikkita 7ni keyingilarda hisoblaymiz. Biz faqat bu yerdagi 7 bor holatini hisobga olyapmiz. Demak, bu yerda birinchi holat bo'yicha 700 ta. Ikkinchi holati bo'yicha birinchi xona 7 bo'lishi mumkin. Ikkinchi xonaga ham 7 qo'yamiz. Uchinchi xonasini hisoblaymiz. Xo'p, birinchi xonaga 1, ikkinchi xonaga 1 ta to'g'ri keladi, uchinchi xonaga 10 ta. Bu yerda 10 ta hosil bo'ldi. Bunda ham boyagi 777 holati bo'yicha birinchi xona va uchinchi xona hisobga olinmayapti. Faqat ikkinchi xona hisobga olinyapti. Uchinchi holati bo'yicha 7. Endi bu yerga 7 qo'ymaymiz. X to'g'ri keladi. Keyingisiga 7 qo'yamiz. 3 xonali son. X imizni o'rniga biz 10 ta raqam qo'ya olamiz. 0 dan 9 gacha. 1 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 1 bo'lib, bu yerda ham 10 ta son hosil bo'ladi. Xo'p, yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa 3-chi xonasi. 7 bo'lgan payti mana bu yeriga nima qo'ya olamiz degan savolga javob bo'lyapti. Yoki misol uchun 1 bo'lsa 7 qo'ya olamiz, 7 2 bo'lsa 7 qo'ya olamiz, 7 0 bo'lsa 7 qo'ya olamiz. Mana shu holatlarni sanadik. Bu 10 ta bo'ldi. Bundachi. Bunda 7 7 0, 7 7 1 va hokazo mana shu holatlarni sanadik. Bu ham 10 ta chiqdi. Buni o'zida 7 misol uchun 0 0, 7 0 1. Bu yerda 7 7 0 ham kiradi, faqat mana bu 7 sanalmaydi, chunki bu 7 keyingisida bor. Shuni hisobga olsak, bu yerda 100 ta hosil bo'lar ekan. Hammasini qo'shib yuboramiz. 120 ta bo'ladi. Jamisi. Dekaltimiz to'g'ri demak. Xo'p, keyingi misolimiz 8 soat 8:45 da to'garak mashg'uloti boshlandi. Mashg'ulot 2 soat 35 minut davom etdi. Undan keyin 25 minut tanaffus, 1 soat 15 minut amaliy topshiriq bo'ldi. Hamma ishlar qachon tugadi? Xo'p. Qo'shib boramiz demak 8 soat 45 minutga. Xo'p, qo'shamiz 2 soat 35 minutni. Qo'shamiz 25 minut tanaffusni. Qo'shamiz 1 soat 15 minut tanaffusni. Xo'p, bu yerda minutiga minut, soatiga soat qo'shib boraveramiz. Faqat minutlarimiz 60 dan oshgan qismini 1 soat sifatida soatga o'tkazib yuborishimiz kerak bo'ladi oxirida u ham. Qo'shsak demak 11 soat. Xo'p, bu ikkalasi 80, bu ikkalasi 40 qo'shsak 120 minut bo'ladi. 120 minutamiz 2 soat bo'lganligi uchun 11 soatga 2 soatni qo'shamiz. Bu 13 soat bo'ladi. Demak, natijamiz 13:00 bo'lar ekan. Keyingi misolimiz quyida. Ustunlik diagrammada kutubxonadan 4 kunda olingan kitoblar soni ko'rsatilgan. Seshanba va payshanba kunlari olingan kitoblar soni dushanba va chorshanba kunlari olingan kitoblar sonidan nechta ko'p? Demak, dushanba va chorshanba kundagidan nechta ko'p? 24 ga qo'shamiz 28 ni, ayiramiz 18 ga qo'shamiz 16 ni. Soddalashtirsak 52 - 34 bo'lib 18 taga ko'p bo'lar ekan demak. Ali 240 betli kitobni 6 dan 1 qismini, uning ukasi Vali esa kitobning 8 dan 1 qismini o'qib bo'ldi. Demak, Alini o'zi 240 ko'paytirilgan 1/6 desak, u 40 bet o'qigan. Vali 240 ko'paytirilgan 1/8 deydigan bo'lsak, 30 bet o'qigan. Xo'p, Ali akasidan necha bet ko'p kitob o'qigan degan. Demak, 40 dan ayiramiz 30 dan, javobimiz 10 chiqadi. 10 betga ko'p o'qigan bo'ladi. Xo'p, har bir uchadagi 5 ta son yig'indisi 20 ga teng. Mana bularning nechiligini bilmaymiz, lekin bizda shartimiz bor, har bir uchadagi 5 ta son yig'indisi 20 ga teng. Demak, 2 + 5 + 6 + x + y imiz 20 ni beryapti. 3 + so'roq + 1 + x + y imiz 20 ni beryapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, mana bu tagga chizilgan yig'indilarimiz o'zaro teng bo'lsagina tenglik o'rinli bo'ladi. Qo'shib boramiz demak 2 + 5 + 6 teng bo'lar ekan 3 + so'roq + 1 ga. 13 imiz teng bo'ladi so'roq qo'shilgan 4 ga. Bundan so'rog'imizning qiymati 9 lik kelib chiqar ekan demak.
Hop, rasmda berilgan el shaklining yuzi va perimetrini toping. To'ldirib olamiz buni. Yuzasi uchun ham, perimetri uchun ham kerak bo'ladi. To'ldiradigan bo'lsak, jami 14 ni berish uchun 8 ga 6 sm ni qo'shishimiz kerak. Past 6 sm. Hop, 10 bo'lishi uchun 6 ga 4 sm ni qo'shishimiz kerak. Yon tomoni ham demak 4 sm bo'ladi. Yuzasini hisoblash uchun umumiy katta to'ldirilgan to'rtburchakdan kichik to'rtburchakni ayirib qo'yamiz. Demak, S yuzamiz 10 ko'paytirilgan 14 minus 4 ko'paytirilgan 6 ga teng bo'lib 116 sm kvadratni beradi. Perimetrimiz Xo'p, mana bu yerdagi 6 tepaga ko'chgan, bu yerdagi 4 yonga ko'chgan. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu to'rtburchakning perimetrini beradi. 2 kara 10 qo'shilgan 14 bo'lib 48 sm ni beradi. B kaltimiz to'g'ri. Xo'p, marjonni o'zidagi shokoladning 3tasini do'stiga berdi. Demak, 3tasini do'stiga berdi va qolgan shokoladni yarmini o'zi yedi. Xo'p, 3 ta shokoladni do'stiga bersa, mana shuncha qoladi. Uni yarmini o'zi yedi. Shundan so'ng unda 7 ta shokolad qoldi. Demak, umumiydan sarflanganini ayirib qo'ysak, 7 ta qolar ekan demak. Soddalashtiramiz. 2x minus x plus 3 imiz 14 ga teng. Bundan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, 11 chiqib qolyapti. Ozgina xatolik qildik shekilli. Orqadan kelamiz demak. Xo'p, yarmini yedi, shundan so'ng 7 ta qoldi. Demak, mana bu 7 ta uni yarmiga teng. 7 ni ko'paytiramiz 2 ga, bu 14 ta bo'ladi. 3 tasini do'stiga beruvdi. O'sha ketganini orqaga qaytarsak, 14 qo'shilgan 3 bo'lib 17 chiqar ekan. Teskari usulimiz oson ekan demak. B kaltimiz to'g'ri. Xo'p, A, B, C nuqtalar bir to'g'risida yotadi. B nuqta A va C orasida AB ni uzunligi 3BC plus 8 ga teng bo'lsa, AC ni qiymati 48 bo'lsa, BC ni toping. BC ni x deb belgilaymiz. Bu yog'i 3x plus 8 ga teng, umumiysi 48. Demak, 4x plus 8 imiz 48 ni bersa, x imizga 10 to'g'ri keladi. Bu BC ni 10 cm ligini bildiradi. Hop, demak 18 va 12 cm bo'lgan to'rtburchak rasmda ko'rsatilgan demak. To'rtburchakdan uchburchak kesib olinib, qolgan shaklning yuzini toping. Demak, mana bu qismi so'ralgan. Qolgan topish uchun jamidan bu yerdagisini ayirib tashlagan bo'ladi. Hop, jamisi 18 kara 12 bo'ladi. Minusdan 12 kara 6 taqsim 2. Bu 18 ko'paytirilgan 12 minus 12 ko'paytirilgan 3 ni beradi. 12 kara 18 minus 3 deb olsak, 12 ko'paytirilgan 15, bu 180 cm kvadrat degan. Hop, aeroportdan bir vaqtning o'zida qarama-qarshi yo'nalishda 2 samolyot uchdi. 2 soatdan keyin ular orasidagi masofa 1500 km ni tashkil qildi. Birinchi samolyotning tezligi 400 km taqsim soat, ikkinchisini toping degan. Hop, qarama-qarshiga ketsa, bir-biridan uzoqlashadi tezroq. Demak, bu tezliklari qo'shilishini anglatadi. 2 soatdan keyin orasidagi masofa 1500 bo'lgan. Demak, x plus 400 imizga 750 to'g'ri kelsa, x imiz 350 km taqsim soatni beradi. Hisoblang. Demak, 8 soat 13 minut 15 sekund. Hop, bu yerda e'tibor bering. Mana bu yerdagi 13 minutimizdan 45 minut ayira olmaymiz. Shuning uchun 1 soatni bunga qarz beramiz. 7 soat. Hop, 73 minut 15 sekund. Hop, endi sekundga e'tibor bersak, mana bu 15 sekundimizdan 50 sekundni ayira olmaymiz. Bunda ham 1 minutni qarz beramiz. 7 soat 72 minut 60 qo'shilsa 75 sekund bo'ldi. Endi bundan 3 soat u 45 minut 50 sekundni ayirishimiz osonroq, chunki yuqoridagi birliklar hammasi katta. 25 sekund qoladi, bu yerda 27 minut qoladi. 4 soat qolar ekan demak. B kaltimiz to'g'ri. Jadvalda amal berilgan, shularni hisoblang degan. Demak, 7 bilan 6 ni hisoblashimiz kerak. 7, 6. Ikkalasini chizib olib kelsak, bu 31 da tutashadi. Demak, 31 bo'ldi. Keyingisi 5 va 2.
tutashtirsak 17 da kesishadi. Hop, keyingisi demak 9 va 4. Tutashtiradigan bo'lsak 33 da kesishadi. Soddalashtirsak bu 14 qo'shilgan 33 bo'lib 47 ni berar ekan. Kaltimiz to'g'ri. Shu bilan 30 ta matematikamiz yakunlandi.